Azizlar, demak 115-betdagi 7 hamda 8 misollar ustida bosh qotiramiz. 7-misolda quyidagicha demak 1000 grammni 25%ni, 300 tonnani 50%ni, 500 santimetrni 25%ni, 70 detsimetrni 50%ni toping degan demak bizga shartlar berilgan. Qolgan yana ikkita shartimiz siz uchun ijodiy uyga vazifa. Sababi men tushuntirib berganimdan so'ng siz qanchalik darajada tushunganligingizni bilib olishimiz uchun demak mana shu misollarni tushuntirib, qolganlarini o'zingizga qoldirdim. Xo'p, azizlar, demak biz mavzudan kelib chiqib aslida 1000 grammni 25%ni topishning boshqa usullari ham mavjud, ya'ni proporsiya usuli mavjud, xo'p, bo'lish usuli mavjud. Endi biz hozir mavzudan kelib chiqib, ya'ni sizlar bilan kasrlar, o'nli kasrlar hamda sonlarni choragi, yarmi, nimchoragi haqida gaplashgan edik. Demak, xuddi shu mavzuga oid qilib tushuntirib beraman. Qarang, o'zi demak foizlar, ulushlar, ya'ni butun bir qismni, butun narsani 100% deydigan bo'lsak, ana shundan bir ulushini 100dan 1 qism deb ataymiz, 100dan 1% deb ataymiz. Ya'ni 1% ni topish uchun ana shu demak biz nimanidir ustida bosh qotirayotgan bo'lsak, xuddi ana shu narsani 100% deb oladigan bo'lsak, uning 1% demak ana shu 100 ning bir qismi hisoblanadi. Xo'p, yana ham yaxshiroq tushuntiradigan bo'lsam, demak 1000 grammning 25% deyapti bizda. Qarang, 1000 gramm bu bizda bitta tort, ya'ni 1 kilogramm tort deylik, 1 kilogramm, 1000 grammimiz 1 kilogramm tort degani. 1000 gramm. Xo'p, endi qarang, mana shu 1000 grammimiz bitta butunni hosil qilyapti. Biz mana shu bir butunlik narsani 100% deya olamiz. Bir butunlik narsani. Yana nimanidir nimanidir misol keltirsak bo'ladi. Bir butun deb nimani? Masalan, qo'lingizda non turibdi. Nonni siz qanchadir qismini yegansiz yoki yemasdan oldingi holati bitta butun non, sindirilgan non emas, bitta butun non deymiz, to'g'rimi? Deylik, har qanday narsani sinib qolganini siniq deymiz, butun holatdagisini butun deymiz. Xuddi shunday tushunasiz. Qarang, demak biz 1000 grammlik 1000 gramm, ya'ni 1 kilogrammlik tortni 100% deymiz, chunki u to'liq turibdi, 100%. Yoki mana shu deylik 3 kilogramm 200 gramm bo'lsin. 200 gramm bo'lsin, 3 kilogramm 200 gramm bo'lsin. Ana shu tort ham 100% ga teng, ya'ni butun holatda. 100%. 100%. Demak, butun holatdagi narsani biz 100% deya olamiz ekan. Mana shu 100% ni bir qismi qanchadir mana bu joyi, mana shu uning bir qismi bo'ladigan bo'lsa, demak mana shu 1% degani. Ya'ni uni 100 ga bo'lib, mana 100 ta bir xil shaklga bo'lib, mana bunday qilib, xullas bir xil shaklga keltirib, shuni 100 ta bo'lak ajratsak, mana bunday qilib bir xil shakldagi 100 ta bo'lak ajratsak, shundan bitta bo'lagi 1% hisoblanadi. Endi qarang, 1000 grammli tort 100% desak, shuni yarmini kimgadir berdingiz. Yarmini teng o'rtasidan bo'ldingiz. Ya'ni 50 ga 50% ga 50%, ya'ni 100 ni 2 ga bo'lsangiz, teng 2 ga bo'lsangiz 100% ni. 50% u yoqda, 50% bu yoqda degani. Ya'ni bu degani tortni teng 2 ga bo'lsak, bir butunni teng 2 ga bo'lsak, 1 bo'lingan 2, ya'ni 2 dan 1 degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu yarim degani ekan. Mana 2 dan 1 qism bu yarim degani. Ya'ni bu 50% degani 2 dan 1 degani, ya'ni yarim 0.5 degani. Yarim degan ma'noni anglatadi. Endi qarang, xuddi mana shu tortni teng 2 ga bo'lib, yana uni har bir bo'lagini yana 2 ga bo'ldik. Endi mana bu 50 ni teng 2 ga bo'lib qo'ysak 25 bo'lib qoldi, to'g'rimi? Demak 25. Mana. Endi 25% bizda 25% mana shu butun qismni 4 ga bo'lgan bo'lyapmiz. 4 ga bo'lgan bo'lyapmiz. 1 bo'lingan 4. 1 bo'lingan 4 azizlar. Bu degani 25% degani ekan. Bizda chorakni tashkil qilyapti. Chorakni tashkil qilyapti. Demak, biz har qanday, mana deylik 3 kilogramm 200 grammlik tortni 50% ni toping desam hozir sizlarga, demak 3200 gramm bo'ladi umumiy. 3200 grammimiz bu 100% deydigan bo'lsak, uni 50% ni topish uchun teng 2 ga bo'lib qo'yasiz. Ya'ni yarimi. Xo'p, 3200 grammni teng yarimi 1 kilo 600 gramm degani.
Ya'ni uni qarang 1 kilogramm, ya'ni 1000 grammi 100% degani emas, 1000 gramm ham 100%, ya'ni butun bitta bo'lak, butun qism 100% degani. 3 kilogramm 200 gramm bo'lsa ham, u butun holatda bo'lsa 100% degani. Agarda mana tort berilyapti bizda, qanchadir qismi yeyilgan qismidan qolgan mana bu qism 3 kilogramm 200 gramm deylik. 200 gramm deylik. Endi bu tortni deylik 99%ni tashkil qiladi deylik, 99%ni. Mana bu 1%ni topish kerak deydigan bo'lsa, biz mana shu 1%ni olib kelib joyiga qo'yganimizdan keyin 100% deya olamiz. Ana endi bu butun qism bo'ldi, butun. Ya'ni har qanday narsani butun holatdagi qismi 100% deyilar ekan azizlarim. Demak, 1000 grammni 25% bu degani 1000ni 4 dan 1 qismi degani. Bu degani 1000 ni 1 ga ko'paytirib 4 ga bo'lamiz degani. Ya'ni 1000 ni bo'lamiz 4 ga degani. Xo'p, 1000 ni yarmi 500, 500 ni yarmi 250. Mana 1000 ni 4 ga bo'lsak ham 250 bo'ladi. 250 gram. Xo'p, endi 300 tonnani teng yarmi, ya'ni 50% degani bu 300 ni 2 dan 1 qismi degani, yarmi degani. Bu degani 300 ni bo'lamiz 2 ga degani. Bu degani 150 tonna degani. Xo'p, 500 santimetrni 25% bu degani 500 ni ko'paytiramiz 4 dan 1. Ya'ni 500 ni bitta butun deydigan bo'lsak, mana 500 ni bitta butun deydigan bo'lsak, teng yarmi 250, yana yarmi 125, to'g'rimi? Demak 125. Demak santimetr. Xo'p, 70 detsimetrda 50% bu 70 ni teng yarmi degani. 2 dan 1 qismi degani. Bu degani 35 detsimetr degani mana azizlarim. Demak, misollar sizlarga tushunarli bo'lyapti. Xo'p, mana bu joyni o'chiramiz va men 8-masalaga o'taman. Xo'p, 8-masalada azizlar, masalada Aziza maktabda tadqiqot o'tkazgan. Tadqiqot bo'yicha ertalabda turishni xohlamaydigan o'quvchilar 25% ni tashkil qilar ekan. Erta turishni xohlamaydiganlar. Erta turishni xohlamaydi. Xo'p, qolgan 25% yana erta turadiganlar ekan. Erta turadi. Xo'p, 50% ga esa erta turadimi, kech turadimi farqi yo'q, turadi ekan. Demak, farqi yo'q deb yozib qo'yapman. Farqi yo'q. Xo'p, endi demak, maktabda 2200 nafar o'quvchi o'qisa, 2200 nafar o'quvchi o'qisa, o'qiydi dedim mana. Har biri erta turadiganni xohlamaydiganlar, erta turadiganlar, erta tursa ham kech tursa ham farqi yo'q bo'ladigan o'quvchilarning sonini biz demak aniqlashimiz kerak ekan. Xo'p, azizlar, demak biz 2200 ni maktabdagi to'liq 100% o'quvchilar deydigan bo'lsak, 100% o'quvchilar deydigan bo'lsak, uning teng yarmi, ya'ni teng yarmi mana bu 50%, 50% erta tursa ham, kech tursa ham farqi yo'qlar ekan. Ya'ni 2200 ni yarmi degani 2200 ni teng 2 ga bo'lib qo'yamiz degani. Bu degani 1100 ta o'quvchi degani. Demak, bu mana bu guruhga kiradi 1100 tasi. Endi 1100 ni 2 ga bo'lsak, erta turadiganlar 1100 ni 2 ga bo'lsak, erta turadiganlar 1100 ni 2 ga bo'lsak, yana qolgan erta turishni xohlamaydiganlar soni kelib chiqadi. 1100 ni 2 ga bo'lsak 550 ni tashkil qiladi. Demak, mana bu joyda 550 tasi erta turishni xohlamaydiganlar, mana bu yerda esa 550 tani erta turishni odat qilgan o'quvchilar soniga teng ekan. Mana azizlarim, juda ham misolni oson qilib ishlab oldik. Ya'ni 2200 ni siz yana yozib qo'yishingiz mumkin. 2 dan 1 qismi, 4 dan 1 qismi
to'rtdan bir qismini topib, mana demak, to'rtdan bir qismi erta turishni xohlamaydiganlar va erta turadiganlar har biri to'rtdan bir qismini tashkil qiladi. Qolgan ikkidan bir qismi esa erta ham kech ham turaveradigan o'quvchilar soniga teng. Mana azizlar, do'stlar, skrinshot qilib sizlarga tashlab beriladi va siz videoni pauzaga qo'yib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin va men sizlarni Telegram kanalimizga, ya'ni opisaniyada yozilgan Telegram kanalimizga taklif qilaman. O'quvchilarim, u yerga o'tasiz. U yerda bepul test bor, ya'ni o'z bilim darajangizni bilib olish uchun testdan foydalanasiz va oxirgi javobni, demak, bot sizga 25 ta savoldan mana bunchasini ishladingiz degan javob beradi va uni skrinshot qilib adminimizga tashlaysiz va sizni darajangizni bilib olib sizni guruhlarga ajratamiz va u yerda biz bilan birgalikda onlayn matematika bilan shug'ullanishingiz mumkin azizlarim. Demak, sizlar bilan xayrlashib qolaman. Xayr, salomat bo'linglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman.